Bu videoni ko'rganingizdan keyin 2 kishilik umraga yo'llanma sizniki bo'lishi mumkin. Bugun sizlar bilan rastigay pishiramiz. Birinchi xamirini qilib olamiz. 1 kilo unimizga 1 qoshiq dro'jji, 1 qoshiq shakar va 1 choy qoshiq tuz solamiz. Kerakligicha suv solib, yumshoqqina xamir qorib, ustini yog'lab oshirishga olib qo'yamiz. Birpas toshib chiqqan xamirlarimizni olib, ularni zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Men nachinkalarni pishirmadim, uyimda tayyor bor edi, o'shalardan foydalanaman. Rastigayga har xil nachinka solishingiz mumkin. Menda bugun pyure bilan karomli. Tugilishini har doim shu ko'rinishda qilaman, juda ham chiroyli chiqadi. Ustalariga tuxum sarig'ini surib, kunjutlarni sepib chiqamiz. Iloji bo'lsa rastigaylarni 15-20 minut tindirib, keyin qizigan duxovkada pishirib olsak bo'ladi. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan rastigaylarimiz pishib chiqdi. Yoniga funchozi salat qildim. Rastigay ichini ko'rishingiz mumkin, juda ham yumshoq va hamma joyi bir xil pishgan. Bolajonlarim uchun kartoshkali, o'zimiz uchun karomli qildim. Endi videoning eng qiziq joyiga keldik. Tabiiy xurmo shirinligidan qilingan Milaf kolalari Saudiyadan O'zbekistonga ham kirib keldi. Endi siz Milaf kolasi bilan video olib, profilingizga joylab, konkursda ishtirok etishingiz mumkin. Va konkursda g'olib bo'lib, butun dunyoning orzusi bo'lgan umra safariga 2 kishilik yo'llanmani qo'lga kiritishingiz mumkin. O'zim ham yaxshi niyatda bu videoni oldim. Inshaalloh menga ham, sizga ham yaqinlarimiz bilan umraga borish nasib qilsin. Milaf konkursida ishtirok eting, meni ham profilimga obuna bo'lib qo'ying.